Uzul PHP darsidagi 7-ci qism PHP şərtlik cümlə, yəni if else cümləsi. Şərtlik cümlə haqida qısqa tushuncha, o'xshash bo'lmagan uchurga hukm qilib turib, o'xshamagan buyruqni ijro qilishda ishlatilgan jumlani biz şərtlik cümlə deymiz. Odatda if, else if va else qatorliq buyruqlardan tuzildi. Yani oldi bilan if else jumlasini ko'rib baqsaq, ama u shart qanoatlansa bir xil, qanoatlanmasa yana bir xil buyruqni ijro qilganda jumlani biz if else jumlasi deymiz. Grammatikasi qaraydigan bo'lsak, agar mav shart manda bo'lsa, unda ijro qiladigan kod maya keladi. Unda bo'lmasa, buningki ijro qilgan kod manda bo'ldi. Amli misoldan bir qaraydigan bo'lsak, misolda avval biz sistemadagi bugungi kunninki vaqtini olsak, hamda hozirgi kompyuterda shanba hozirgi kun. Agar yakshanba bo'lib qolsa, hafta oxiri o'z ko'ngillik bo'lsin degan uchurni chiqarsin. Agar unda bo'lmay qolib qolsa, kuningiz xushal o'tsin degan ma uchurni chiqarmoqchi bo'lsak, buyruq mushkul holatda yozildi. If else holatlam. If maya keldi, shart maya keldi, else. Bugun hamda shanba bo'lganligi uchun ma uchur chiqmay, hozir ma uchur chiqdi. Buni biz ijro qilgan keyin qarasak, xabar noistay. Agar men o'zgartib, men vaqtni shanba deb yozib qo'ysam, undaqda bugun shanba bo'lganligi uchun xabar nois weekend degan mavjud chiqdi. Endi else if jumlasi. Else if jumlasini ma if bilan else'niki ma o'tirsiga keladi. Bu ko'plagan shartni farqlantirish uchun shu if else'ga moslashtirib qo'llanamiz. Bunun grammatikasi qaraydigan bo'lsak, agar shart manda bo'lsa, undaqda ma kodni ijro qildi. Else if agar unda bo'lmay qolib qolsa, ma shartni ijro qildi. Bu else ifni yana mayaga ko'plagan else ifni ishlatib olsak, bular ma if bilan else'niki o'tirsiga. Oxirida ma else mayadagi berilgan shartlarning hech qaysisiga tushmagan vaqtda eng oxirida ma eng ostidagi qurdagi kodni ijro qildi. Bunga bir misol keltirsak, masalan, agar o'xshashlar bugungi kunning vaqtini oldik, chorshanba bo'lib qolsa, have a nice weekend deb chiqarsin. Agar bu shanba bo'lib qolsa, shanbaligingiz xayrli bo'lsin deb chiqarsin. Unda bo'lmay qolib qolsa, ikkala shartni qanoatlantirmasa, undaqda have a nice day degan uchurni chiqarsin. Demakchi bo'lsak, buyruqni mushkul holat yozamiz. Anonki mavi else ifni bu yerga yana ko'plab qo'shqili bo'ladi. Buningki ijro holatini ko'rgan bo'lsak, have a nice Saturday, ya'ni shanba kunligingiz xayrli bo'lsin deb bizga bugungi shanba kuni ekanligini eslatib berdi.